Yeni gazda kimni kartasi mana shunaqa bo'lsa xato bo'ladi. Mana benzinli kartasi, mana gazniki. Mana bu yerda mashina qanaqa yuradi? Benzinga nisbatan gaz ko'p sepyapti, bu yerda xalastoyda juda ham sassiq chiqadi, rasxod qiladi, katta оборотga gaz yetmaydi. Mana bu regirovka xato regirovka. Bunda mashinani tortishi ham yaxshi bo'ladi. Kartada ham noto'g'ri. Mana benzinga nisbatan zavod bo'lish, xalastoy xod, оборот olish, plavniy rejimda yurganda gaz ko'payib ketgan. Faqat katta оборотdagini yaxshi. Bu ham noto'g'ri. Mana shu regirovka idealniy regirovka hisoblanadi. Mana ikkalasi bir xil, har taraf nima. Bu yurib qilingan regirovka. Mashinani o'zi personal yurib to'g'irlangan, joyida qilinmagan. O'shaning uchun bu mus kelgan. Mana shu tekis bo'lsa benzindagi yuradi bu mashina. Benzindan zo'r yuradi. Buni aktani 100, benzinniki 80. O'shaning uchun metanni zo'r regirovka qilsanglar, metan ham propan ham benzindan zo'r yuradi. Buni faqat yurib regirovka qilish kerak yoki afera orqali regirovka qilish kerak. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like, podpiska bosib qo'ying.